Xo'sh, assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Akalarim bormisizlar, omonmisizlar, tinchmisizlar? Xudo xolasa bugun yakshanba, hafta kuniga nasib Jizzax mashina bozoriga yana nasib keldik. Xo'p, havo haroratimiz akalar issiq ancha, nasib bo'lsa, bu ertalik videomizda sal savorog'ida endi video syomkalarni boshlayapmiz. Soatimiz 9:30 bo'ldi. Qo'ldan kelgancha, vaqtimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha video qilamiz. Xudo xolasa bugun katta mashinadan обязательно bo'ladi, katta mashinalar birinchi chiqaramiz. Sizlar podeshkani bo'lsa, laykchani bo'lsa, damaslar qo'yibmiz, unaqa ko'rmayapsizlar. Endi Nexia Cobalt har doim trendda yuradigan mashina bilasizlar bari. Ularni ham ko'rsatamiz akalar, xudo xolasa. Xo'p, bugun nasib akalar Jiguli bilan katta mashinadan обязательно bo'lsa, promotion qilib borib akalar katta mashinadan syomka qilamiz nasib bo'lsa. Qo'ldan kelgancha, vaqtimiz yetgancha. Voy, narxlarini akalar to'g'ri qimmat yozayaptilar. Qimmat, to'g'ri, men tan olaman qimmatligini. Menimcha respublikada birinchi o'rin bo'lsa ham qimmat bo'yicha. Ko'ring, keling, bari savdosan qiling, gaplashing. Ular 100 million aytsa, siz nima 50 million ayta olmaysizmi aka? Bilaman, oladiganlar qimmatroq, arzonroq olsam deydi, sotayotganda qimmatroq sotsam deydi. Bozor shunaqa talab. Ko'ring, telefon qiling, ma'qul bo'lsa, ukam bo'ldi, boshqa safar keyin boshqa bilan gaplashaman, devrasizlar. Nasib bo'lsa biz chiqarib berish bizdan, qolgani sizdan nasib bo'lsa. Like deb bosasiz, kommentga fikrlarni yozib ketasizlar, biz boshladik. Xudo xolasa mana J-Tower'larni kiygan ekan, bularni ham ko'rsatishga harakat qilaveramiz. Ketdik. Aka, hozir kelaman, 1 minut. Xo'p, akalar, mana bu Nexia'mizni menimcha savdosi bo'lyapti. Endi egalaridan ruxsatini olib bitta video olishga harakat qilamiz. O'zimizcha. Assalomu alaykum. Aka, qanchaga bar aka? 5900. 5900. Yo'q, o'zingiz tushunmayapsiz aka. Bilingizdan, ana bitingiz ko'rinmayapti. 5900. Yilichi? Bu klipga chiqayotgan balada shu yerda. Ana va, ey, klipga tushsa pul berishing kerak edi. Pul olib. Yili necha aka? 2015. 2000. Kraskasi? Toza. 95000 yurgan. 95000 yurgan. Ana sizga. Oy, akalar, buni qarang, Nexia'ni zo'rini. BMW rullar, BMW motor deyishdi. Aka, haydaverasiz. Bexijolat. Habeslargacha bu. Hozir aka mana o'tsa akam, bitta ko'rsatib beramiz. Voy, ana sizga. O, aka sotildimi aka? Bu 1.6 mi? 1.6 konditsioner gidravlika. 15. Shunaqa edi. Ana sizga. Barakasini bersin akalar, ko'rdilaring. Ana dagor bo'layotgan joyda ustiga bordik, biratula. Orqalaridan ham ko'rsatib qo'yaylik. Ana sizga qo'llari bilan. Parapanda yana. Narx qanchaga ketdi? 5900 mi? 5900 dollarga baraka. Barakasini bersin. Xo'sh, akalar, Jendran savdosi bo'lib turibdi. Endi mashinani ko'rsatib qo'yay, o'zini keyin ko'rsataman. Anita, amakim savdo qilyapti. Endi bitlarini videoga tushirmaylik. 2019 adashmasam, tepasida lyuk bor, Jendran sotilyapti akalar. Aka, nima ekan? Avtomatmikan? Avtomat korobka. 2019. Hozir to'shni narxini yana bir aniqlik kiritamiz. Biz eshitimiz bo'yicha 140 million eshitib turdik. Xo'p, salonlarni ko'ringlar. Audio sistema, avtomat korobka, ABS tipasida lyuki bor, probeglarni hozir aytamiz. Rullar almashgan. 168 ming probeg klubda o'ynaymiz. 10 ming dollar qildi berganim yo'q. Mana shunga qarab harakat. Amak 19 mingli? 20. 20. Narxchi. Narxi qancha qildilar? 10.5 ga beraman. 10.5 bo'lsa beraman deysiz. Bo'ldi, savdo bo'lib turibdi hali. 10.5 20 ekan akalar, ma'lumotlar ozroq noto'g'ri ketdi. Biz eshitganimiz aytdik. Mana sizga 10 ming dollar bo'lsa beraman debdilar. Amaki 10 ming bo'lsa beraman debdilarmi yo 10 mingni siz so'radingizmi? 10 ming bo'lsa beraman deyapti. 126 bo'lyapti dollarga. Men pulga 110 qildim. Bo'ldi, tushunarli. Olarman odam 110 qildi, sotarman odam 126 million bo'lsa beraman degan. Barakasini beraversin, bozorimiz shunday aka, kelaverasiz. Akalar, o'zimni ustozim mashinasi. Sen o'tirsin, men o'zim ko'rsataman-da, shu arada sen ko'rmay qolasan-da shunda. Qaranglar, ikkita Gentra bor. O'zimni ustozim, ya'ni avtoshkolada o'qiganman, bilsalaring, avtostansiyada prava bordi. O'shanda, omon vaqt akalar, dinozavrlar vaqtida prava o'qiganmiz, B kategoriya. Boshqa reklamalarimizni ko'rgansiz. O'sha ustozimning ikkita mashinasi bor ekan, Gentra, ota o'g'il ekanlari, mashinasini olib chiqib sotamiz deyishdi. O'shani xudo sizlarga video obzorini qilamiz. Qaysi nechi? Bu 2022. 2022. 2022 kraskasi? Mexanika, kraskasi top toza. Kraska top toza bo'ldi. 2022 kraskasi top toza akalar, Gentra so'raganlarga davom etamiz nasib bo'lsa. Ikkalasini bitta qilamiz, sal uzunroq video bo'ladi. Rozi bo'lasizlar. Oching. Qulf. Domla ochib yuboring. Odil aka qulfda. Bo'ldi, endi ochildi. Xo'sh, ana sizlarga ishlar bilan salonlarini hammasini ko'rsatamiz. Mexanika, audio sistemamiz bor, sidini chexollar akalar yaxshi turibdi. Aytganimdek, avtoshkolaniki. Xo'p, avtoshkolaniki emas, avtoshkolada
ustozimniki. Xo'p, mexanika akalar ABS'lari bor variantidan, ya'ni abagreiflari bor variantidan nasib bo'lsa bu yerni ham ko'rsatib Bismillah. 187 ming a? 187 ming probeg bo'lgan mashinamiz. Metan propan nimasida? Metanda 100 talik xudo xolasa? 100 talik. Birinchi qo'l salonda o'zdan yo'g'anmidilarmi yo ikkinchi qo'lmi? Ikkinchi qo'l, yashing. Kraskasiga 100% javob, probegiga 100% javob, ha? Narx qancha? $10,300 so'rayapmiz. 10,300. Kami bor, kelishamiz. Yashing. Domla 9,5 ming pesa bo'ladimi? O'zingiz qiyning. Yo'q endi. Kelishamizmi? Kelishamiz. Unisini so'radimi? Ha, so'rayapti. So'rayapti. Hozir men unisini video qilaylik, bittada gaplashamiz. Bo'ladimi? Xo'p, akalar qiziq bo'lsa 10,300 yana kelishayotgan joyi bor, gaplashasizlar, kelishasizlar mana. Savol javobini o'zlaring qilib olasizlar. Endi bunisiga o'tamiz. Bu avtomat korobka. Buni yil nechi? 2020 avtomat korobka, yana bitta Gentra. Kraskasi qanday? Kraskasi chap krilloda bor. Aha, bo'ldimi? Qolgan joyi yaxshi, ha? Qayerda krilloni? Yo, seli krilloga sepilganmi o'shandan keyin? Bo'ldi. Seli krilloga sepilgan akalar. Qolgan hamma joyi toza. Metanda bu ham. Bu ham metanda. Xo'sh, orqani ko'rsataylik birinchi, qolganini keyin gaplashib o'tiramiz. Bunda ham akalar metani bor. 100 talik adashmasam, 90 tamidi? 90 talik. Xo'sh, avtomat korobkaligini aytdik. Ana ekanlari bir xil qilib sirenaga chexol taqishgan. Bo'ldi. Xo'sh, nimasini ko'rsatamiz sizga? Avtomat korobka, bunda ham abagreiflarimiz bor. Tepada antiradar registrator. Nimani olib qolamiz? Sovg'a. Hammasi ketadi. Antiradar olib qolish yo'q. Neonline akalar antiradarlardan beraveramiz, muammosi yo'q. Tepada lyuki bor variantidan nasib bo'lsa. Xo'sh, buniki 149,293 kilometr. Mashina akalar tiniq turibdi. Kelasiz, ko'rasiz, yana ham gaplashib, so'roq savol javobni o'zlaringiz qilaverasizlar. Balonlari ham yaxshi, ha? Bo'ldi, hozir balonni ham ko'rsatib qo'ya qolamiz. Mana sizga balonlari bilan. Xo'sh, endi buni narxi qancha? Bunigina 10,000. Assalomu alaykum. Biz hozircha 10,700. Kamborg ishtagan joyi bor. U 10,300. U yil necha edi? 2022. 2022. Bu 20. Bu 20. Bu 20. Endi avtomat bilaman, sal qimmatroq yuradi-yu baribir. Nega kelishamiz? Pulini. Kraskasiga, probegiga, yurishtirishga javob. Ikkalasiga ham. Nomer ayting. 99 99 529 529 73 73 73. 73. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, hozir bir minut. Shu yerdaman. Odil aka 10,300, 10,700. 2020 2022. Mexanika avtomat. Kraskasi bitta krilloda, buni top toza. So'rashdimi bugun? So'rayapti. Nima bermadingiz, bermaganingiz. Uka, dedimga shuncha bermadim. Ha, kelishamiz, bilmadim. Kelishamiz, ha? Kelishamiz. Savdo ustida. Yetmagan joyi nima bo'ladi? Yetmagan joyini beradi. Endi 3 kun, 4 kun yoki 1 oygacha nasiya bo'ladi, ha? Bo'ladi. Luboy dokument qilib berasiz. Ha, qilib Endi beramiz. dokumentdan o'zingiz bilasiz-ku, samarasi dokumentda tushunasiz. Barter bormi? Barter. Nima moshin? Qanaqa bo'lsa ham. Qanaqa bo'lsa ham, endi Nexia bir olmasangiz kerak. Yo'q, endi Nexia 3 ga. Nexia 3 gaplashamiz. Cobalt yoki Nexia 3 bo'lsa, ustini kelishib olamiz. Shunaqami? Kelishamiz. Ana sizga akalar, qiziq bo'lsa, ko'ringlar, gaplashinglar. Avvalasi naqd bo'lsa yaxshi. Ha, narx bo'lsa undan yaxshi. Avtoshkola ishlayaptimi? Ishlayapti. Xo'sh, akalar avtoshkola ishlayapti. Endi bu narxini biz qolganini aytdik. Sizlarga qisqa reklama bo'ktadi, bitta o'chiraman deb reklamasini boshdan qo'yaman. Ketdi. Xo'sh, qaranglar akalar. Bitta masala bo'lyapti. Kraskasi tozami? Nima dedingiz? Pitnosi bor. Yil nechi? 2016-yil akalar Nexia 2 bor. Rangi? Oq. 2016 Nexia 2 bor, rangi oq. Puli nima debsiz? Pulim 70 dedim, 65. 65 kam bor kelishtiramiz debdilar akam o'zlari shu yerda mashina olib kelmaganlar. Qaranglar, bunaqa bo'lyapti. Mabodo Gentres bor 2018, 2019 bo'lsa, avtomat bo'lsa ham bo'laveradimi? Avtomat bo'lsa ham akalar barterga kelishsangiz bo'ladi. Endi bilaman, sizga pul kerakdir, lekin yaxshiroq mashina qidirayotganingiz yili yaxshiroq. Nexia agar mabodo kerak bo'layotgan bo'lsa, ko'ring, barterga gaplashaverasizlar. Rasmini, qolgan masalalarni o'zlariga telefonga gaplashaverasizlar. Ayting nomeringiz. 91 596 91 92. Aka aloqaga chiqasizlar, qolgan ma'lumotlarni kelishaverasizlar, barterga ustini kelishaverasizlar o'zlaring. Salomat bo'linglar. Xo'sh. Avtoshkola, pravaga o'qiyman degan aka-ukalarim bo'lsa, pravani qayerda olamiz deb boshingiz qotib yurgan bo'lsa, qayerda o'qisam arzonroq ekan, qayerda o'qisam imtihonga yaxshi tayyorlar ekan, imtihondan o'tishim kerak ekan deganlar bo'ladigan bo'lsa, aka nomerini aytib ketamiz. Bemalol o'tib, oldilariga borib gaplashaverasiz. Ya'ni o'zim ustozim, o'zlarini ko'rsatmayinda. Avtoshkola Iskar Yoganing o'rnini bilasizlar, Imsuga chiqib ketish. Ana shu o'rnidami yo yondami? Adres o'sha yerda, Teplisani oldida ekan, telefon qilasiz, nomerlarni pastga yozishga harakat qilaman. Telefon qilasiz, gaplashasiz, Odil aka ismlari, Odil aka Ozoddan ko'ruvdim desalar, hozir bonus biz bonusdan o'tib beradilar, ko'raveramiz. Odil aka qaysi kategoriya bor? Hamma kategoriyaga bormi o'qish? B, C, B, C, E, ano tirajga ulashga ham bor, anqalar. Ularga ham bor, ha? Narxini aytalamizmi iloji bo'lsa?
Narxini Yo kelishga yo'nalta bularni. yo ilda qanday bo'lsa shunday. Yilda qanday bo'lsa shunday. Aha. Ana vajdeniya nima? Yo vajinasi tekin. Vajdeniyasi bepul, ha? Ha, U yerda yo'q, bor ham bepul, mashina. bepul. Vajdeniyasi akalar tekin, bexijolat kelaverasizlar. Vajdeniyada muammo yo'q. Xo'p. Kategoriyalar bor. Nima borki, ya'ni imtihonga tayyorlashga yaxshigina sharoit bormi? bor, bor. Bilaman, endi bizda o'qitgansiz aka, men nolimayman. Hozir ilgarigidan zo'r bo'ldi. Aha. Kompyuterlashtirilgan zo'r. Kompyuterlashtirilgan hamma narsasi bor. Domlalar oliy toifali. Aha. Bemalol marhamat o'qishga kelmoqchi. O'qish qancha oy bo'lyapti? 2 oy 10 kun. 2 oy 10 kun B toifaga. Bisiga 4 oy 20 kun. Bsiga 4 oyu 20 kun. 20 kun. Ana sizlarga akalar biz 6 oy o'qiganmiz. Oz kamaydi. Bundan tim bo'lib bir imtihondan yiqilib, yana 10 kun 15 kun o'qib ketganmiz. Ha, yo'q. Ana mabodo. U vaqtda tekin. U agar mobodo o'qib, Ha, o'sha aytmoqchi edim. qolganlari tekin. Qolganlari tekin, ha? Bemalol yana Tayyorlansa bo'laveradi. Bo'ldi. o'qigan bo'lsa. Bo'ldi. Ana sizga o'zlarda o'qigan bo'lsa bexijolat qilaverasizlar. Nomer ayting-da. 97 lik O'sha ofisga aytyapsiz-a? O'sha avtoshkolanikini, ha. 97 lik 569 569 73 73 aloqaga chiqaverasizlar akamga. 2018-yil akalar Spark so'raganlarga Sparkdan davom etamiz. Qaranglar. Naqd pulga ham Wikipedia bo'lsangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Yig'ini gaplashaveramiz. Aka, ham naqd pulga ham Wikipedia gaplashaveramiz. Bu nima motor? Kichkinasimi? Katta motor, ha? 1.25 lik bo'larmidi? Xo'p, 1.2 lik bo'lardi akalar. ABS-lari bor, mexanika variant bo'lar ekan. Xo'sh, motorda shu yo'q, eshitinglar. Xarajati yo'q deyveraymi? Kraskasi qayerda? Chaqa chuqasi bor. Udari yo'q. Kelasiz, bexijolat ko'rib olasizlar. Bo'ldi. Qaranglar, 4 tala balon yaxshi holatda turibdi. Mana sizga orqalari buni. Bexijolat ko'rib olasizlar. Qaranglar, Wikipediyasini boshdan aytib qo'ya qolaylik-a. O'zi akam hisoblayman akajondirlar. Wikipedia aka dedim, Wikipedia bo'lsa dedim, ayting nima bo'ladi, nima qo'yadi dedim, 227 ming. Mexanika variant. Nima bo'ladi, nima qo'yadi aka? Odamlar qiziq, keyin sizga telefon qilib, aka, nech puldan tushadi, nima qilar ekan dedim men. Ochiq oydan aytib keta qolaylik, bizga shunisi ma'qul desam, bo'ldiga hisobini chiqarib beraman dedilar. Boshda nech pul beradi? 25 bersalar, Maksimum 25. minimum 25. Ha, minimum 25 gacha. Maksimum olaveramiz. Maksimum bo'laveradi, farqi yo'q. Xo'p. 33 dan 2,5 milliondan tushadi. 2,5 milliondan 3 yilga. 3 yilga. Bonus oylar bor, xudo xolasa. Ana issiqjon istimasi bor degandek, bunisini gaplashaveramiz. Naqd pulga qancha? Narxga 65 oxir berilgan. 65 oxiri taqilgan. Bo'ldi. Undan eg'iga iloji yo'q. Kesin xohlasin naqd ko'rsin, xohlasin bunaqasi gaplashsa farqi yo'q. Wikipga bo'layotgan bo'lsa, 70 dan tashiladi akalar, eg'ini gaplashib olaverasizlar. Boya aytganimizdek, boshdan 25 millionni berasizlar, qolganini oyma-oyga salkam xarajatida o'sha. Ha, salkam arenda puli deb bo'lar ekanda mashina. 2,5 million. 2,5 million oyiga, kuniga 70 mingdan 80 mingdan tushadi. Taxminan endi yana ham eg'ini hisob-kitob olaverasizlar. Ko'ring, maktabda o'qituvchidirsiz yoki iqqa-biqqa ishga borib kelishga, billa borib kelishga bola kerakdir yoki sheriklaringiz bordir, mashin bo'lsa tayyor. Ana yo'lkirani berib tursa, xarajati chiqib turadi. Ko'ring, qiziqqanlar, gaplashsalaring bo'ladi. Nomeringiz? 91 91 196 196 19 61. 19 61 aloqaga chiqasizlar. Akam 1 minut assalomu alaykum. Sotildimi? Yo'q, qaytdi. Qanchadan? 32 dan. 32 yili? Yili 99. Qancha? 32 million qildimi? Bermadingiz. Charchamang akam. 32 millionga. Aka, sotdingizmi? Assalomu alaykum. Ertalabdan baxtli insonlardan birisizlar. Assalomu alaykum. Yili necha akam? 16 yili. Kraskasi? Top toza. Avtomat mexanika? Mexanika. Nech pulga ketdi aka? 95. 95 million. Naqd 2016. Probek qancha yurgan? 2 kilo yurgan. Barakasi bersin. Qayerga ketyapti aka? O'zim qo'shni bo'ldim. Qo'shningizga adres qayerda o'zi? Boburda. Boburda. Barakasini bersin aka. Ana sizlarga 95 millionga 2016. O'shada aka. Xo'sh, akalar yana bitta sotilgan bo'lsa sotilgan. Aka 1 minutga to'xtab ketasizmi? Assalomu alaykum. O'zingiz ko'rsating. Sotdingiz, oldingiz? Qanchaga? 40 million. Yili? 2007. Kraskasichi? Top toza. Voy, barakasini bersin. 40 millionga 2007. Akalar, moshin bozorimi shunaqa, Jizzax. Kelinglar, agar qimmat sotkilaring kelsa Jizzaxdamiz. Xo'p, akalar, yana bitta sotilgan iloji bo'lsa, aka to'xtab ketasizmi? Assalomu alaykum. Sotdingizmi? Ertalabdan sotamiz. Nima ketyapsiz? 392 ming probek. Yili? 2009. Narxi-chi? 50 kam. Voy, kelishtiramizmi? Nomer aytib keting. Faktizlashtirasiz. 88 827 827 827 0788. 088. Barakasini bersin, salomat bo'ling. Bo'ldi, so'raymiz. Akalar, assalomu alaykum. Sotildimi? O'zlaringiz qaytyapsizlarmi? Yo, nima ertalabdan akam? Probek qancha? 22 ming, 23 ha? 24 chiqqan, lekin 23 dokumentda.
23-24 da bo'ldi. 23-24, 22 ming yurgan. Avtomat korobka. Ana abagre monitorlari bor ekan. Antiladardan beraveramizmi? Tip pastda lyuki bor variantdan. Narx qancha? Metandami? Propanda narx qancha? 14,5 ming. Voy, amakijon, kelishtiramizmi? Aytaveramiz. Siz ham aytaverasiz, endi kelishaveramiz. Bo'ldi, nomer ayting. 94 744 744 82-28. 82-28 so'radim, bozor kimdir? Yo'q hali. Umuman so'ramadim. Nima ketyapsiz hozir? Ish bor. Bo'ldi. Barakasini bersin. Charchamay qo'yib yuboraman. Mana sizga. Endi egalari ham o'zlarining og'zidagi gapni aytyapman. Aytishaveradi. Telefon qilasiz, gaplashaverasiz. Aka, 1 minut to'xtab ketasizmi? Assalomu alaykum. Sotildim akam. Assalomu alaykum. Qanchaga? 190 ming yurganmi? 47,5 yili? 2014 kraskasichi? Toza, barakasini bersin. 47,5 ga 2014 kraskasi top toza. Rahmat, salomat bo'ling. Mana sizga akalar. Keling, ko'ring. Boya 40 million qayda-yu, 2014 47 million qayda. Hammaga akalar keling, ko'ring, savdoni qilaverasizlar bu yerdan. Xo'p, Nexia 3 so'raganlarga Nexia 3 qo'ymading dedingizmi? Mana akalar, Nexia 3 so'raganlarga davom etamiz. 2019 kraskasi? Kraska 30%, 25%. 25-30%, maksimum 30%. 25-30%. Baribir akalar keling ustingiz bilan ko'rib oling. Eng zo'ri varianti shu. Kim necha kilometr aytgan taqdirda. Mana sizga mashinamiz. Qanchaga bermadingiz? Qanchadan qaytyapti? 23 million. Yilichi, assalomu alaykum. Yili. O'zingiz ko'rsatib rozi bo'lasizlar. 2000. 2000. 23 millionga yo'q. Yo'q. Nomer aytib keting. 88. 647 647. 647 21 20. 21-20. Ishi yo'q, xudo xolasa. Telefon qilishadi. Ey, faqat 23 milliondan o'tib bermayman, o'shanga beraman, bo'lmasin. O'tib berasiz lekin pulidan. Ya, telefon qilasiz. Charchamang, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, Nexia 3 so'raganlarga aka davom etyapmiz biz. Orada uni ham qo'yib yubordik, rozi bo'lasizlar. 90 ta metani 90 talik. Kraska qayerda dedik? 25%, maksimum 30 dedik. Ustasidan ko'rib oladi. Mana. Eslaganimcha aytib beraman akalar. Mana bunaqa 2-3 joyga javob bergandan keyin bir vaqt esimizda ham qolmay qoladi akalar. Mana sizga. Xo'sh, hozir probegini qarab o'tamiz. Bismillah. 262.127 kilometr. Mexanika varianti bo'ladi. Gazlar uстановка bo'lgan, mejigarlari bor. Narxini ayting. 80 million. 80 million. Kami bor. Tamam. Kelishamiz, gaplashamiz yana. Kami bor, kelishamiz, gaplashamiz akalar. Ko'ringlar. Keling, gaplashing. So'radimi bu kim? Qarang. Endi mana bir xil aytadi-da. Shunchaga bermadim, shunchaga bermadim deydi. Emas, qanday bo'lgan savdoyingiz bilmayman. 73 ga bermaganman. Realni. 73 ga yo'q. 73 millionga akalar yo'q. Ana bir xillar bunday savdo qilib gaplashadi, shunchaga bermadim desa, aka qanday o'zi ozroqgina qolgan arangiz, qanday bermadi desam, mana bir xillar 500 ming bo'ladi-yu, shuni bilsam beraman, qolganini kerak emas deb turganlar bor ekan. Shuni savdoda ko'rdimmi? Endi kesin yaqin gaplashinglar. 73 million berilmagani. Ko'ring, gaplashing, savdoni qiling. Nomeringiz 90 90 515 515 21 41 aloqa chiqasizlar. 23-yil. Tozami kraska? 2023-yil. Kraskasi top toza akalar, Cobalt so'raganlarga davom etamiz. Avtomat korobka. Mana sizga. Oldindan aytib qo'yaylik, 11 ming kelishamiz. 11 ming kelishamiz. 23 11 ming kelishamiz. Xo'p, mana shu joyga bir vaqti barmog'im ishlamay qoladi yaxshi. Xo'sh, akalar, amaki yaxshi, 3-pakalini qo'ydiribsizmi? To'rtmi? Ha, 4 ekan, mana 4 ekan, voy mana. Bu yerga qaramabsiz. 4-pakalini ekan. ABS'lari bor. Ishlashing ishlang. Как zavod endi hali 40 ming yurgan. Xo'p, avtomat korobkaligini aytib o'tdik. Kraskasiga javob, balonlari yangi holatda hali hammasi. Balon ham shu zavodskiy o'ziniki-ku. Ana sizga ichlari bilan. Kojunli sidenlar taqilgan, audio sistemamiz bor, avtomat korobka, probegini 40 ming dedilar endi. Probeg 40 ming edi, amaki? Bo'ldi, metandamidi? Metan deydi. Ana sizga 90 talik metan. Bilasizlar, endi bunga maksimalni 100 talik ham tiqsangiz bo'ladi, endi 100 talik sal nagruska bo'lib qoladi. Amaki 11 ming gaplashamiz. Siz nomingizdan kelsa, o'tgan safargidek kelishamiz. Bo'ldi, o'tgan safardagidek kelishamiz. Yo, o'tgan safar qaysi safardi? Nargi ikki bozor bo'lyapti. Ekranda Cobalt olib kelgan. Sizlarning bolalar chiqdi, men aytdim, bo'ldi dedim. Sizlar bilan yurdingiz. Ha, shu stakan bilan. Bilan oldilar, yaqinlar kel Sherzod nomidan kelyapti deb chiqishdi, men aytdim, bo'ldi gaplashamiz. Ha, bo'ldi. Akalar, ana amakam aytibdilar, sendan ko'rib kelishsin, pulni yana o'tib beraman. Bozorga bermagan pulni sendan o'tib beraman debdilar. Ya'ni, ha, bir xillardan qilishadi-ku. Ko'ringlar, qiziqqanlar telefon qilasizlar. Ayting nomer. Tak.
50'lik 50'lik. 540 540 77 77 65. 65 telefon qilasizlar. Aka, nima bo'ldi? Sotdingizmi? Qanchaga akam? O'zingiz ko'rsatmayman asl. Yo'q, o'zingiz ko'rsatmayman. Assalomu alaykum. 110 millionga 159 ming yurgan yili 2019. Barakasini bersin. 110 million so'mga 2019. 119 ming yurganmidi, 190 ming yurganmidi esimda qolmadi. Barakasini bersin. Kobul so'raganlarga. Aka sotildimi? Assalomu alaykum. Qanchaga? 20 million. Yili 88. Barakasini bersin. 2 oyga bekib. Voy, bozor hali boshlandi akalar. Bu tugadi degani emas. Assalomu alaykum. Sotdingizmi akam? O'zingiz ko'rsatmayapman. Sotdingizmi? Ketyapsiz uyga. Ish bor. Yil nechi? 2008 kraskasichi? Yerda 30% bor, yashang. Qancha probek? 600. Shuni ko'ryapmanmi? 624 ming. Narxi qancha? 42 million. Kelishamiz yana. 2010 midi? 2008. Akalar 42 million yana kelishayotgan joy bor. Nomer aytib ketasiz aka. 77. 420. 8811. Nima? Sons, dons? Sons. Kondisioner yo'q, ha? Yo'q. Kondisioner yo'q akalar, prosto rul gidravlika. Bo'ldi. Barakasini bersin aka, telefon qilishardi olasa. Ana sizga. Ishi chiqib bo'lganlarga nima deymiz? Oq yo'l akalar. Endi boshlabmiz mana. Xo'p, yosh obunachilarimiz akalar, Zafaroboddan nasib bo'lsa fonga qo'yib qo'yamiz. Ukajon, katta bola bo'lgan, charchama, o'zingni ehtiyot qilgan. Zafaroboddan. Xo'p, akalar 20-yil Cobalt'imiz bor, 22 uzun, 22-yil Cobalt'imiz bor. Bilaman, siz arzonroq olgingiz keladi, bozordagilar qimmatroq sotgingiz keladi. Gap unda emas. Gap mashinamiz yili narxini eshiting, qolganlar bilan birga solishtirib ko'ring. Bilaman, hozir siz turishingiz mumkin 10 mingga ham olsa, uzra 100 millionga olsa ham bo'ladi, 90 millionga olsa ham bo'ladi deysiz. O'shanaqani topinglar, bozorga kelib bir aylanglar, bozor narx-navosini bilinglar. Biz ham misol uchun ustiga qo'yib sotayotgan joyimiz yo'q akalar. Borni sizni egasini o'z bilan ko'rishtirib qo'yamiz. 22-yil kraskasi qayerda? Orqa balonda ustida. Orqa balonda ustida ozroqgina, mana bunda krilochasida. Qolgan joy yaxshimi? Yurish-turishdan muammosi yo'q. Bo'ldi, yurish-turishdan muammosi yo'q. Kelasizlar, bexijolat ko'rib olaverasizlar. Aka, 4-pokoleniya metan ko'ryapman. Shunaqami? Ishi yo'qmi? Ishi yo'q aka. Motor qancha probegi? 107 ming yurgan. 107 ming. Motor ochilmaganda, zinachdan hali. Motor qilingan. Qilinganmi? Bir marta motor qilingan. 20 apkatkadan yaxshi chiqdimi? Ha, zo'r. Bo'l, apkatkadan yaxshi zo'r. Avtomat korobka, ABS, PABS hamma narsasi bor akalar. Xo'p, avtomat korobkaligini aytdik yana ham. Baribir ana balonlar ham avtomat ko'rdlaring. 90 tami metan? Nechta? 90 ta. Bunga 100 ta tiqsa bo'lar ekan, faqat sal nobob bo'lib qolar ekanda. Assalomu alaykum, akalar yaxshimisizlar? Super salom bo'ladi hammasi boy. 107 ming avtomat, audio sistema, abagreiflari bor ekan. Endi yevro variant deb qo'yishardi, adashmaydigan bo'lsam. Mana shu abagreifi bordi, yevro variant deyishardi. Mana Ravondikini. Qarang. Narxi qancha dedingiz? Aka 119 million bo'lsa obunachilarimizga beraveramiz. 119 million so'm bo'lsa beraverasiz. Shunday, beraveramiz aka. Emasa undan kamrog'iga yo'q. Avtomatidan adashmadimi? Ravlat esa o'ta avtomatida. Kelishtiramiz albatta. Bo'ladigan shunda. Nech pul qilib ketdi? 115 raq ketdimi? Ha, 116 bo'lyapti aka. Nima bermadingiz? Men to'g'ri kelmayapti. Chama 19 mi? Endi qarang. Chama 19 sizani obunachingga beraman dedingiz. Xo'p, ja endi hurmat qilar ekansiz. Undan ham o'tib beramiz. Undan ham o'tib beriladi akalar, ko'ringlar. Endi men sizga buni ana ulug'lab tavsiya qilmoqchi emasman. Ya'ni buni prosta sizni ko'rishtirib qo'ydim. Demoqchi bo'lganim, akalar o'z ko'zim bilan ko'rganim bor. 2 hafta bo'ldimi adashmaydigan bo'lsam, sizlarga videoni qo'yganmiz. 23-yil avtomat korobka kraskasi top-toza Cobalt'imizda 129 millionga olganini, mana shu atrofda bo'lgandi, bilmayman to'shna qayerda, rosa odamlar uyilib qolgan vaqti ko'rsatgandim. Endi xuddi o'shanaqa, faqat bu 22 bitta joyda pitnochasi bor ekan, qolgan joylari hamma narsa o'sha avtomat, yana bu ham oq. Bunisi 119 million yana o'tib ham beriladi. Xohlang, ko'ring. Agar narx solishtirish bo'lsa, qolganini kelishaverasizlar. Ayting nomer. 93lik 93 615 615 0266. 0266 aloqaga chiqasizlar. 2026-yil akalar Cobalt'imiz sotildi. Pachkada uraymi? Pachka desak ham bo'ladi. Kraska top-toza. Ana sizga endi aylantirib o'tirmaylik, vaqtlaringni olmay. Voh, akano yangisidanmi? MCM varianti. Ana sizga qancha yurdi? 3000 yurgan. 3540 kilometr. Qanchaga? 160 million. 160 million so'm. Gaz pas nima qo'yildi? Gaz chexol poli. Barakasini bersin. Ana sizga. Jizzaxni qimmat degan midlaring
ko'ringlar. Bilaman, negativchilar. Sizlar 150 million ko'rgan bo'lardilaring. Salomat billah, o'zingiz tut qilinglar. Yilninchi dedingiz? 19 ga 20 Gentra so'raganlarga yana davom etamiz akalar. Gentra xohlovmidingiz mana oqidan. Ishi yo'q. Yurish-turish muammosi yo'q. Kraska top toza. 4-pokoleniya metan qo'yilgan. Voy, top toza dedingiz-da. Sherda bor, pitno bor. Bo'l, pitno bor. 4-pokoleniya metan qo'yilgan, mexanika bo'ladi, ABS-lari bor variantidan sama saboy. Mana sizga Gentra. Balonlar hali ancha yaxshi. Metani nechta bunda? 100 tami? 100 talik metanimiz bor orqada. Salonni so'raganlarga mana. Voy, zeriktirib qo'ymayapmiz akalar. Kamchiligimiz bo'lsa yozib keting. Ukajon, mana yerni ko'rsatmayapsan sen. Ko'rsatib qo'ygan she'ridan. Ishini chiqib qolyapti deylar. 128 ming probek bo'lgan. Registratorlar, antiradarlari ko'rinmadi. Narxini ayta qoling, narxini. Narxini 110 kelishtirib beramiz. 110 million 2019 da. 110 million kami bor, kelishgan joyi bor. Qanchagacha qilib ketishdi? 28 ming kilometr yurgan. Ko'rdim. Qancha qildi? 100 qildi bozor, bermadi. Tiniq. Bermadingiz. Nima uchun? Mana qadar. Yaxshi qilibdi-ku. Amaki 100 so'radingizmi? Assalomu alaykum. 100 so'radingizmi? Bermadilar. Xo'p, nima qilamiz qolganini? Bermaganingizga bilaman, o'z bermaganingizni o'ylab turibdi lekin. Turibdilar sherda. O'ylab ko'rarsiz uni. Telefon qilishadi, noldan savdo qilishadi. Endi hozir 100 millionga ha bermadim desangiz, men xo'p deb akaga yoki sizga ishonib, ha deb qo'ysam, mana odamlar, "A, o'zsan, ahmoq qolsan" demasin menga. Undan ko'ra savol javobni o'zingiz qilasiz, maylimi? Ayting nomer. 90 487 0535 telefon qilasizlar. Rahmat. Qaysi bir akajonim? Ana, Nexik. Bo'ldi aka, bo'ldi. Mana shu bo'lganlaringizdan qarang, buni olaman, deysiz-ki, bo'raman aka, mayli? Bexijol. Bo'lmasa, erinmasa ichida bo'lib turing aka. Xo'p, Nexia 3 so'raganlarga davom etamiz akalar. Nasib bo'lsa, qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha qo'yib beramiz akalar. To'g'risi, gapimizdan adashib qolayotgan vaqtimiz bo'ladi. Unisi buni chaqirib qoladi. Mana akam keladimi, akalar yomon demoqchi emasman. Shunchaki gapim o'zgarib qolsa, gapimda bitta narsani ko'p qaytarib qo'ygan bo'lsam, akalar ma'zur tutinglar, chunki biz ham ilojimiz yo'q akalar, biz bittamiz. Xudo xolasa akalar, harakat qilamiz hammasini ideal qilib berishga. Aka yili 19 ga 18, 18 ga 19. Ishi yo'q, xarajati yo'q, yurish-turishdan muammosi yo'q. Ana sizga 2018 ga 2019. Kraska qayerda? Eshikda. Qaysi eshik? Oldi. Yo'q, Ha, ikkita yonda faqat, ha? Nima bo'lgan ekan? Kobalt shilgan ekan. Shunga kraska. Kobalt shilgan shu kraska qilingan. Dokument o'zingiz nomingizda. Dokumentlar onalarim nomida akalar, bexijolat kelasiz, ko'rib gaplashaveramiz. Ana sizga balonlar avtomatmi akam? Avtomat. Avtomat diskga qo'yilgan. Metani 90 ta. Metani 90 ta. Shumka qilinganmi ekan? Shumkangiz bor. O, ayashin, tamommi? Oh, michichada yurar ekanda bu. Xo'p, 297 ming probek. Lipstoklar qo'yilgan akalar. Ya'ni mer surullar demoqchi. Mana bu yerdan lipstok deyiladi. Mana bunisi. Xo'p, audio sistemamiz bor, deflektorlar bor, aqua printlar bo'lgan. Mana sizga Nexia 3 faqat mexanika variant ekan. Kimdir avtomat xohlaydi, kimdir mexanika xohlaydi. Ko'ring, qiziqing, gaplashing, savol javobini o'zingiz qilib oling. Aka 80 million dedingizmi boya? 80. Kelishtiring, bo'lishi demayman akajon. Ana odamzod bilaman, hozir akasiz taqalib turgan joydasiz balkim. Men unisini tushunmayman. Demoqchi bo'lganim, ana odamlarga taqalligani shuncha bo'lsa beraman desiz, odamlar olmay ketib qoladi-da, xafa bor-da. Ana korzinkalarda, anaqa joylarda bo'lar ekan, katta do'konlarda bilsangiz 9999 emas, 9998 emas, o'shaning uchun. 40 milliondan 80 milliondan oz o'tib bersangiz kerak. Keyin menga bitta ana haytli qilib berasiz menga, baylim? Ayting nomer. 99 470 07 03 aloqa chiqasizlar. Xo'p, 2009-yil Lacetti so'raganlarga akalar, Lacetti bor. Bugun Lacetti birinchisi bo'ladi. Hal Lacetti olmadi. Bozorimiz salkam tugadi mana. Soatimiz 1:30 bo'lyapti akalar. Bozor salkam tugab qoldi. Ishoning, havo issiq. Endi amallaymiz, nima qilamiz? Tirikchilik shu. Kraska faqat akam 50% debdilar. Keling, ustingiz bilan ko'ring, gaplashing. Adres qayerda? Adres shu Jizzax Ko'tarma. Jizzax Ko'tarma. Adashmaydigan bo'lsam, har xo'sh sonsa yetmasdan qo'lga burilib ketamiz. Shunaqamidi? Balkim adashayotgandirman. Kelasiz, ko'rasiz, Jizzax shaharda mashinasi bo'ladi akalar. Xo'p, orqa tarafda ham ochib qo'yamiz. Salonni so'raganlarga, mana sizga salonlari bilan. Lacetti so'raganlarga videoni tanishlarga jo'natib qo'ysa, 415 ming yurgan dehqonlarning o'zidan bo'ladi. Mana sizga. Metani 100 tam ekan? 100 talik metani bor. 2009 dedingiz, adashmasam. Shunaqamidi? Yashing, qancha narx? Narxi taqalgan aytaymi yo savdo? Endi aka yo'q, qarang. Aka, bozor shuncha qildi, bermadim. To'g'risi, qo'shib so'rasin, beray deng. Endi nega shunday qimmat aytganda foydasi yo'q aka, bilaman. Siz ham qimmatroq sotgingiz keladi, olgan odam arzonroq olgingiz keladi. Qancha qilib ketdi? 47 million 500 ga bermadim-da. Shu bozor.
Shunaqami? Uyda qilishdi. Uyda qilishdi. Aha, bozorda qancha qilishdi? Qirolta 500 qildi. Ha. Qirolta 500 ga ham bermaman. Shu Qirolta 500 dan bir eksam qo'shib savdo qilsa beraman. 47 ekanda chamaysan. Tushundim. Bermaganingizga bir o'ylab ko'rasiz aka. Bilmadim endi men. Balkim men qimmat aytib qo'ygandim. Yo siz gapingizga ishonganmisizmi? Telefon qiladi, ya'ni qiziq qilib o'zlari savdo qilishadi. Bo'ladimi? Qilmadi-yu. Ayting nomeringizni. 99 99 416 416 64 64 14. 14 telefon qilasizlar, gaplashaverasizlar. Akalar sotilmay qolgandan chiqib ketadigan joydan Cobaltimiz. Aka, o'zingiz ko'rsatib beraymi, salgina tushib qolasiz baribir. Bo'laveradimi? Mashina shuring. Mana sizga avtomat korobka bo'ladi. Yili aka. 2015. 2015 kraska 3 ta detal. 3 ta litrda qayerda? Krelo ishi bagajda. Krilo ishi bagajda. Probek 245. 245 ming. Monitorlar bor. Akalar ana Euro variant bu. Ana abagrefer bor, avtomat korobka. Mana sizga. Narxi qanchadan qaytdi aka, bermadingiz? 78 dan qaytdi. 78 ga yo'q shunda, tagidak. Qo'shsa beradi. 80 da chama. Qarang, bunday qilinglar aka. Men hozir bularga 80 desam ular xafa bo'laman. Telefon o'zlari savdo qilishadi. Mayli, yuragingiz zidkor bo'lsa. Ayting nomer. 99. 99 670 670 43 43. Aka, salomat bo'ling. Telefon qilasiz, qolgan o'zingiz gaplashasiz. Rahmat aka, salomat bo'ling. Qanchadan qaytdi? Yo sotildimi? Bo'ldi. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilar, o'zlarini ko'rsatib qo'ying. Barakasini bersin. Charchamang, yaxshi boringlar. Bo'ldi akalarim. Tugatdik, nasib bo'lsa, qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha video qildik. Kam kursiga rozi bo'lasizlar. Katta mashinalardan bo'ldimi? Bo'ldi. Nexera'dan Bafurja hammasidan oldikmi? Oldik. Jigullardan so'radlaring, Jigullardan bo'ldi. Bugun faqat Damas bo'lmadi. Gentra, Cobaltdan hammalab qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha video qildik. Kam kursiga rozi bo'lasizlar. Soatimiz salkam 2 bo'lib qoldi. Endi biz ham jivoy odammiz akalar, biz ham uyga boraylik, dam olaylik. Ko'ringlar, qiziqqanlar, tanish bilishlar, telefon qiling. Oxirigacha videoni ko'rganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, laykni bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga ro'za ayyomi muborak bo'lsin. 3 kunlik tekinga qildikmi? Qildik. Foydalandingizmi? Biz xursandmiz. Bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Salomat bo'linglar. O'zingizni ehtiyot qilinglar.